Bugun biz Furqat tumani Palvontosh qishlog'idamiz va Palvontoshni sizlar bilan tanishtirib o'taman. Ana ketdik. Qiz bolaga atalgan Palaxmon toshidek qotgin degan termin qayerdan kelib chiqqanini bilasizlarmi? Unda bilmoqchi bo'lsanglar, keling, men sizlarga bir ziyoratgoh joyini ko'rsataman va uni imomidan so'rab olamiz, shu narsani oydinlik kiritamiz. Assalomu alaykum. Hoji akam, Bular akam. Bu yoq haqida bizga ma'lumot bersangiz, aynan bu joy Palvontoshda joylashgan va aynan nima uchun Palvontosh bo'lib chiqqan, bu joyning ziyoratgohning kelib chiqish tarixini bizga o'rtoqlashsangiz va bizning YouTube kanaldagi, Instagramdagilar bilib olsa Palvontosh tarixini. Endi bizgacha bo'lgan rivoyatga ko'ra, endi buni Boyaboni singlilari deyilgan. Nechta singlisi bo'lgan? Ikkita singlisi bo'lgan. Shuni yovlar bosib kelgan. Bu toqqa qochgan. O'sha toqqacha borganda singillarini asrash uchun shu yovlarning qo'lida xor bo'lmasin deb Palaxmon toshi qilib otgan deydi. Otganda bittasi bu yerga, bittasi tumani Palvontosh qishlog'iga tushgan. Bittasi Andijon Palvontoshga tushgan deydi. Shuni keyinchalik bu Palaxmon toshini o'zgarish tarixi qanaqa bo'ladi? Palaxmon toshi endi biz o'sha ruslar bosib olgan-ku. Keyinroq ruslar bosib olgan. O'sha ruslar bosib olgan. O'shalar o'zlarining tiliga moslashtirgan. Kelishmaganda Palaxmon tosh deya olmasdan, oxiri Palvon tosh bo'lib ketgan. Buni ko'pchilik masalan bilmaydi. Ko'pchilik erkak kishi bo'lsa kerak deb o'ylaydi ekan. Men o'zimdan so'raydi-da. Yo'q, unaqa emas, bu ayol kishi. Bu Palaxmon toshi deb tushundim. Nimaga Palvon toshi? Shunaqa ruslar bosib olgandan keyin o'zining tiliga moslashtirganda ular. Demak, Palaxmon toshidek qotgin deb qizlarga atalgan atama aynan shu toshdek. Shunaqa toshdan kelib chiqqan. Ya'ni bu yerda o'sha qabristonda o'zi shu kaklini ham ko'rsatish mumkin, lekin hozir ko'rsata olmaymiz. Bu ziyoratgoh joyi bo'lganligi uchun. Agar siz bu joy haqida ko'proq ma'lumotni bilmoqchi bo'lsangiz, aynan Furqat tumanida joylashgan Palvontosh qishlog'idagi mana shu Palaxmon toshi tushgan ziyoratgohimizga kelib, mana akamiz buni tarixlarini o'rgatadi, shu yerda bularni ziyorat qilib ketishingiz mumkin. Bizda mana shunaqangi ajoyib ziyoratgohlar bor. Aynan o'zingiz uchun ham bilib olganingiz yaxshi bo'ldi. Mana ikkita toshimiz bor ekan. Palaxmon toshdek qotgan deb qizlarga ataladigan atama aynan bizning hududimizda bittasi, ikkinchisi esa Andijonda joylashgan ekan. Aynan Palaxmon toshdek qotgan deb o'sha tosh tushgan shu yerga va shu yerda qotgan. O'sha qizlarimizni turmushga chiqqan paytida orqasidan tosh otib yuborishadi va omin qilishadiki, shu qizim borgan joyingda Palaxmon toshdek qotgan, omin Allohu akbar deyshadi. Demak, uning tarixi mana shu bizning qishloqdan kelib chiqqan ekan. Yana bir qiziq joyi keldiki, bu bizlar aynan mentalitetimiz yoki bir nimamizga qanaqa erkak kishini, haligi singillarini shunchalik haligi ulardan himoya qilgani mana shu qadim zamonlardan ham bor. An'ana bo'lib kelgan ekan. Aynan haligi bizni ayollarimizni himoya yoki himoya qilishligimizni ham bu o'sha eski qadim zamonlardan beri misol ayollarimiz bejizga bizni o'zbek yigitlari singillarni asrab avaylab kelgan ekan. Qarang, o'sha zamonlarda ham yovga singlisini berib qo'ymagan ekan. Demak, shu singillarini himoya qilish akasini vazifasi bo'lgan ekan. Demak, bu boya buvo shu davridan aynan bizga yetib kelgan ekan. Har bitta aka bilib qo'yish kerakki, o'z singlisini, o'z shu ojiza deylik opasini, ayolini himoya qilish. Demak, har bitta erkakni, akani, ukani, demak, yelkasida turgan, zimmasida turgan mas'uliyat ekan. Palvontosh shunaqangi go'zal bir tarixlarga ega joylar, hali yana qolganlari bilan yana o'rtoqlashamiz sizlar bilan. Nimalar borligini kuzatamiz. Xo'p, Palvontoshga kirar ekansiz, mana shunaqa ikki chekkasida archazorlar bilan yo'llarimiz chiroyli qilib bezatilgan bo'ladi. Bu go'zal archalar bilan chiroyli qilingan bu ko'cha Palvontoshga olib kiradi. Chap tomonida poliyalarimiz va yana bir oshxonalarimiz joylashgan. Bu o'rtog'im Dilshodning choyxonasi, poliyasi hisoblanadi va biz Palvontoshga kirmoqdamiz. Xush kelibsiz. Bu men tug'ilib o'sgan qishloq. Kirgan zahotingiz, mana Palvontoshga kirgan zahotingiz birinchi ko'chada mana eski hovlim bo'ladi. Hozir shu yerga burilamiz, bitta hovlimni ham ko'rsatib ketamiz. Biz bu yerda katta bo'lgan ko'cha. Mana shu ko'chalar bir daryo bo'lgan ko'chalar, lekin shu yerlarda to'p tepib katta bo'lganmiz.
Bu bizani katta hovlim. Mana shu yerda katta bo'lganman men. Mana shu yerlarda o'ynab, kulib 2021-yilda mana shu yerda to'y bo'lgan. Shu yerda uylanganman. Mamutda bizani xonada Mamutda ukamni uyi. Yo'la sayan dadamlarga oshxonalar bo'lgan. Bu yer agrootimiz. Bu yerda hozir meva-chevalar yeb beramiz, shular qolib ketamiz. Hozir plan bo'yicha mamutlar buziladi, mamutga yana chiroyli qilib yarmiga 2 etажkali ukamga uy boshlanadi. Ko'rib turganingdek, bu meni xotiram. Yoshligimda eslamoqchiman. Quvvatsiz, qoni kam bo'lardim. Sal supurib, o'tirib yana dam olardim. 20 yil oldin mana shu supurgida mana shu hovlilarni supurardim. Ayam betob, belidan operatsiya bo'lgan 6 oygacha mana shu xonadondan tashqariga umuman chiqmaganlar. Hamma narsa shuning ichida bo'lganlar. Ungacha men xamir qilganman, non yopganman, hovlini supurganman. Uydagi nimaiki ishlar bo'lsa, qizlar qiladigan ishlar bo'lsa, men qilganman. Chunki oilada o'rtancha farzand bo'lganman. Ukam esa mol qo'ylar, sigir sog'ish, shunga o'xshagan narsalar bilan shug'ullangan. Akam bo'lsa, akam bozorga borardi, o'qishiga borardi, o'qishdan ishga borardi. Shu ko'chani tashkil ishlari bilan shug'ullangan. Dadam esa o'sha dalada dehqonchilik bilan bizani qornimizni to'qlash uchun harakatlarda bo'lgan. Ya'ni fermerning qo'lida ishchi bo'lgan. Endi boshqa joylar bilan sizlar bilan tanishtiraman Polvontoshda va hamma narsamizni ko'rsatamiz. Polvontosh MFya dan sentrdan chapga yursangiz, turli xildagi do'konlar, mana Az Hojinov do'koni, yana bitta kafe, shashlik somsalar pishiradi, Umidjonda saroy materiallari sotiladigan joylar. Bu yog'i esa Idealstomga qarab ko'rasizlar. Bu Idealstom, bu o'zimning Toshkent filialidagi klinikamning ikkinchi filiali. Xudo xolasa Toshkentdagi klinikamni. Buni ham ko'rsataman. Oldi klinika, orqasi esa o'zim uchun yashash uchun uy. Idealstom 2. Sizlarga hamma narsani ko'rsatamiz Polvontoshda. Ikkinchi lecheniyalar, aptekalar, ikkinchi etajda esa operatsiyalar, boshqa hokazolar. Bu yoq esa Polvontoshdagi o'zim uchun kelib yashashimiz uchun qilingan uchastka. Tepada 5 ta xona, pastda esa 4 ta xona, oshxonasi ham bor. U yerda sauna basseyn ham qurmoqchi edim, lekin qilishmayapti. Bu yerda xudo xolasa gulzor qilamiz. Mamutlarga turli xil joylariga mevalar ekamizda, shu 4 ta joyga o'rtaga chapchanlar qo'yamiz. Mamut tomonda xullas basseynlar qilamiz. Mangal yonida pangallar qilamiz. Damda olamiz. Mamut tomonlarida esa tomon o'zim bu yerda hozir klinika orqa tomoni, bu yerda operatsion xonadan chiqib Mamutda choy poyicha dam oladigan joylar. Maza qilib dam oladigan joy. Polvontoshda yana boshqa joylarni ko'rmoqchi bo'lsangiz, kuzatishda davom eting. Qani ketdik. Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi 27-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Bu yerda men tahsil olganman. 2024-yilda akam bu yerga direktor bo'lib keladi. Birinchi qiladigan ishimiz esa talabalarimizni, o'quvchilarimizni shu zamonaviy jihozlar bilan ta'minlash uchun o'quv hujjatida ishtirok etish va yutish edi. Bu maqsadga erishganmiz. Bu bino eskirganiga qaramasdan turib, lekin ichidagi barcha jihozlar zamonaviy jihozlar bilan jihozlangan, chunki o'quv hujjatdan yutib 1,5 milliardlik barcha jihozlar olib kelingan. Ikkinchi yilida esa 2025-yilda yutib olingan. Bu maktab yutib olingan hisobiga bu maktab 180 ta o'rinli bolalar uchun o'quv maktabi qayta rostladi va bu ham zamonaviy jihozlar bilan jihozlandi. 3-yilda esa qishlog'imiz birlashib, o'sha stadionlarni obod qildik o'zimiz yonimizdan va stadionlarni obod qilish jarayonida lampochkalar qo'yib, hamma yoshlar ishdan bo'sh payti o'sha yerda kechqurundan futbol o'ynab, maroqli dam olishadi. Hozir hammasi sizlar bilan ko'rishib chiqamiz. Ketdik. Yerdan chiqqanman. Mana bu katta korpuslar, yosh katta, ya'ni 5-sinfdan keyin 6-sinfga o'tgandan keyin bu yerda o'qish boshlanadi. Ungacha bo'lsa yoshlar bu yerda. Ukalarim bu yerda maktabda ichida, sport zalida shu arendaga berilgan kechki payt shu Polvontosh ahli 27-maktabda o'qiyotgan tarbiyalanuvchilari aynan shu yerda rukopashlik bo'yicha shug'ullanishadi va bu yerda juda ko'p chempionlar yetib chiqishadi. Shaxsan men ham bu yerda rukopashlik bo'yicha shug'ullanganman. Keyinchalik esa Toshkentga o'qish bilan ketib yuribmiz mana. Davay, bosinglar. Chempionlar. Bu maktab orqasida joylashgan bizning uchastkamiz. Keyin uni ichki yuzalarini ko'rsataman sizlarga. Hozir men ketmoqchi bo'lgan joyim bu stadion.
maktab stadioni o'sha akam kelganlaridan keyin 3-yilida bu stadion juda ham adirlik bo'lgan, lekin tekizlab bu yerda mahalla aholi, kamkum hamma qishloq birlashganmizda mana tekizlab ajrovlar ekib, stalbalar qo'yilib, mana kechasi bilan futbol o'ynaladi, naytamon esa setkadan to'silgan. Varaqalarga setkalar qo'yilgan. Hech qaysi bir maktabda bunaqangi sharoit yo'q bo'lsa kerak deb o'ylayman. Aynan uyushib mahalla-ko'y, maktab boshchiligida shu joylar bo'lgan. Bo'shayotgan maktabning bir qisqa joyi bor. Bu joydan unumli foydalanish uchun arendaga berilgan. Bu yerdan tushgan daromad esa maktabning ba'zi bir o'sha kamchiliklarini to'ldirib borish uchun ishlatiladi. Har bitta qarashdan unumli foydalanyapti hozir maktab rahbariyatlari. Ularga rahmat. Burası qishloq vrachlik punkti. Mahallamizning qo'rqmasdan. Bu yerda esa sal yurganimizdagi Malxujadan qabristonimiz. Bu yoqlar esa qo'shni mahallalar, hamma joy obod. Bolalar o'ynash uchun ham narsalar bo'lgan. Mamlakatda esa mahallaning mehmonlari kelganlariga. Xullas mana marojnalar ochilgan. Bolalar voy bu bolalar to'la ekan-ku bugun bayramda. Gap yo'q lekin batutda maza qilyapti hamma. Olib kelaman mana bolalarni. Marojnimiz qishloqda Polvontosh, Sho'rqishloq, Kalaqishloq deydi-yu, Oqoltinga o'rasizlar marojnaga. Zo'r ekan. Toshpo'lat ota choyxonasiga xush kelibsizlar. Bular shundoqqina qishlog'imizni ko'rki desak ham bo'ladi. Xonalari juda ham ko'p va atrofida keraklicha chevarxona, sartaroshxona, hamma narsa bor. Marojnaxona deysizlarmi? Kelasizlar, suvlarning xil-xilmidan bor. Bu Toshkent restoranlaridan qolishmaydigan, kafelardan qolishmaydigan joy, choyxona. Kechqurun bilan bu yerda joy topish qiyin. Muzika ostida mana bunaqa shashliklarni pishirib, mazza qilib yeyishlar mumkin. U mehmonlarga hozir pishiryapti ekan. Biz ham shu yerda shashlik yeb ketamiz hozir. Bu yoqlarni kuzatib boraman. Sho'rva, qozon kabob, osh, shunga o'xshagan har xil ovqatlar pishyapti. Kechqurunga bayramga tayyorgarlik boshlangan. Toshpo'lat ota choyxonasini qo'shnim Doston yurgizadi. Tabiiy choylar, turli xildagi suvlar, barchasi shu yerda muhayyo. O'rtoqlaringiz bilan kelib dam olishingiz ham mumkin. Qishloqdan chiqqaningizdan keyin sira-ziroq o'ng qo'lga yuramiz. O'ng qo'lda butun qishloq aholisi yoki o'ziga yetarli to'q oilalarni shu fermalari joylashgan. Hozir men sizlarga shu fermalar bilan o'rtoqlashaman. Qanday mollar, qanday chorva bilan shug'ullanishni ko'rsataman. Mana shu yerdan qanchadir tonnalab go'shtlar, qanchadir tonnalab sutlar chiqib ketadi. Va bu har bitta oilani ish bilan ta'minlashni ta'minlaydi. Shuningdek, bizneslarni yanada rivojlantirib to'xtatadi. Yoshligimda g'ish quyib, oyoqlarim kechasi bilan tomir tortishib, ingrab chiqqan paytlarim, dadam uyg'onib oyoqlarimni massaj qilardi-da. Keyin o'zida odamlar deqqon deganmi-ku. Sen bilan xudo xolasi kelajakda faxrlanib yurishni xohlayman, televizorlarga chiqishni xohlaysan, butun dunyo seni tanishni xohlayman deb aytardi boshimga kelib. Dadam chorvachilik bilan shug'ullanardi va fermerlarda ishchi bo'lardi. O'sha ishchi bo'lgan paytidan keyin sekin-sekin o'zimizni mablag'imizni orttirib, boshqa qilib, o'ziga mana shunaqangi fermani, o'zi ishlagan fermani o'zlariga hadya etganmiz. Mana hali ham biznes bilan shug'ullanyaptilar. Mana buni nech pulni olgandik? 450 so'mdan kelib bosganmiz. 460 so'mdan olib keling. 460 so'mdan olib kelingan. Hozirda bularni qoplab kilosini 1000 so'mdan sotyapti. Bu ham bitta biznesda, kichkinagina biznescha. Bular dadamlar yoshligimizdan bizani qattiq halol mehnat bilan qattiq ishlab o'qitganlar. Shu dalalarda ketmon chopib 10 gektar, 15 gektar yerlarga qaragan va mana shu fermani ichida novvoslar bo'ladi. Fermerda o'shalarni qarashib, novvoslarni boqib, bizani halol mehnat bilan boqqanlar. Endi hozirgi kunda shu oxirgi 6 yil, 7 yil ichida fermani o'ziniki qilib, ya'ni 5 yil ichida o'ziniki qilib, o'zi mana shu fermaga xo'jayinchilik qilmoqda. Hali ham mehnatdan to'xtaganlari yo'q. 64 ga kiryaptilar, lekin hali ham mehnatda. Nimaga orada ozgincha dam oling endi bo'ldi degan paytimizda sanatoriy yursa ham, lekin kasalliklari chiqib qoldi. Lekin yana mehnatga qaytgandan keyin mana 5 yilki hali hech narsa e'timoryapti degani yo'q. Ishlaringizni bitta ko'rsatingda endi. Dadamga ishlar 10 yil oldin qo'yganman implant bilan tepa-past tirjayib bering. Kulishiga ham hujjat bo'yaptilar. Hammasi sirkon implantlar qo'yilgan. Tishlariga qarasanglar, endi sochlarini oqarganiga yetib olmaymizda, chunki o'zi 64 yoshda, tishlariga qarasanglar 18 yoshli yigitdek. 10 yil bo'lgan, hali qimillagani yo'q. Hozircha joylari sal ko'chibdi, ertaga yopishtirib beraman mana shu yerda klinikada. Bu fermani 10 dan 2 qismi o'sha qaytadan rekonstruksiya qilingan, eng asosiy qismi esa ozgincha talafot yetilganligi sababli buzib tashlangan va zamonaviy qilishga harakat qilyapmiz, chunki
kelajakda, yaqin kelajakda shu Rossiyadan zotdor sigirlarni olib kelib, nima deydi, boqmoqchimiz. Bu yerda esa o'sha buzochalarimiz yuribdi, buzochamiz, qo'ychamiz, novvoschalarimiz. Ularni ham ko'rsak bo'ladi. Ular ham hozirgi kunda $1,5 ming turadi zotdor bo'lganligi uchun. Bu fermalarda shu ishchilarning yotish joylari, omborxonalar, shunaqa joylari joylashgan beyoz qismida. Oldi qismida esa asalarichilik bilan shug'ullaniladi. Hozir ko'rsataman men. Fermaning bir qismida asalarichilik bilan shug'ullanamiz. O'zimiz uchun asal yetishtiriladi. Bu yerda shu hozircha 5 ta yashik bor, 6-si ishlamayapti. Qolgan asalarilar esa u yoqda. Yoz kelishi bilan, ya'ni kunlar isishi bilan mana bu yerda asalarilar gullab boshlaydi. Mana bitta sovrinlar qo'yilgan. Shu yerdagi ishchilar mazaxat dalani toza havosida bahra olib, choy ichib, bir-biri bilan xaxalashib, mazaxat dam oladigan joy. Bu yerda baliqlar tashlab qo'yiladi, baliqlar ovlab, o'zlari qovurib yeyishadi bu yerda. Hozir bu fermadan bilan tanishib chiqamiz endi ketdik. Mastakam bu eski zam hokim bo'lganlar. Mastakam fermasi, bu yerda ham juda ko'p mol qo'ylar bor, lekin hozir o'zlari yo'q bo'lganligi uchun ichkariga kira olmaymiz. Qolgan fermalarni ko'rsatib o'taman sizlarga. Ketdik. Demak, yana bitta fermaga keldik. Bu fermani ham egasini kimligini bilmayman, lekin ko'p turganlaringda juda ham fermalar bu territoriyada juda ham ko'p. Demak, mamalar zotdor sigirlari 25 tadan 40 litrgacha sut beradi. Aynan chet elda yurgan, Rossiyada yurib, qiynalib yurib, pul topishni bilmasdan yurgan akalarimiz shuni bitta olib qo'yib, o'zi yuziga qamab qo'yib, boqsangiz siz tirikchiligi shu bo'ladi. Bir kunda masalan 40 litr sut beradigan bo'lsa, 6 mingdan sotsangiz ham qancha pul bo'ladi? 200 ming pul bo'ladi. Shunchaki bir kuniga 200 ming pul keladi. Xo'p, mana bu yerda o'rtadagi Golshtaynlar, bular ham har xil 70 tagacha sut berishi mumkin. Mana bu chekada yurgan qizil novvot ranglisi bu nima edi bu? Sementan deyiladi. Ham buni sementanni mollari yoki mamalarning bollari juda ham go'shtga yaxshi bo'ladi. Ikkita tomonda 40 tadan 80 ta shunaqa sigirlar bor va bu yerdagi chiqayotgan sut daromadlari bemalol o'sha qaysi bir chiqimlarni qoplab, polvon toshda shu o'zini biznesini rivojlantirish uchun kerakli mablag'larni yetishtirish uchun kerak bo'ladi va o'zidan chiqqan daromadlar yana keyingi etaplarga o'tish uchun sharoit yaratib bermoqda hozirgi kunda. Malades mashakani yuritayotgan, qilayotgan ishlariga va bir nechta xonadonlarni ish bilan ta'minlab bermoqda. Nechtadir sigir sog'onlari bor, nechtadir molga qarovchilari bor, nechtadir qassobi bor va nechtadir elektriklari bor va kerak bo'lsa shu yana bir nima ishchilar bilan ta'minlangan ishchilar bor. Demak, bilib olayliklar, bular mamalyarlar, hozir mana bitta sementanlar bor, Golshtaynlar bor. Mana buqa mana ko'rib turibsizlar, yaqinda biz ham sotganmiz. Yo'q deganda bu hozir 60 million atrofida bo'lsa kerak va balki undan yuqori bo'lishi ham mumkin. Agar buni boqsanglar, sigirini olib turib boqsanglar, naq $10 ming ga ketadigan novvoslar bo'ladi bular. Ha, jonivor. Xo'sh, bu traktorda aynan mana shu mollarga chetidan o'sha o'tlarini solib berish, go'nglarini olish va boshqa agorotlardagi yem-hashaklarni olib kelish bilan shug'ullanadigan transport vositasi. Buni qiymati taxminan $10 ming atrofida bo'lsa kerak. Mana bu Golshtayn sementanlarning bo'yini ko'rayotgan bo'lsangiz, 180 dan ba'zi birlari 2 metrgacha ekan, hattoki meni bo'yimdan balanddir. Ba'zi birlari meni bo'yimcha, lekin bular chuqurlikda turibdi, shuning uchun ko'rinmayapti. Yelin xaltalarni ko'rayotgan bo'lsanglar, 25 tadan 70 tagacha beradiganlar bor ekan. Endi ularni yelin xaltalari yerga tegib yotibdi. Ko'rsatsak ko'z tegib qoladi, shuning uchun ko'rsatmaymiz. Xo'sh, endi bularning narxi qancha? Har bitta sementanning narxi o'ziga yarasha. Ya'ni bittasi sementanning narxi 40 milliondan to 70-75 milliongacha. Agar 70 ta sut beradigan bo'ladigan bo'lsa, 80 milliongacha sotib olishingiz mumkin. Bu yerda esa bolachalarni ko'rsataman, kelinglar. Ularning bolalari, aynan bolalar tug'ilgan zahotiroq, bularning farzandlari $1000 bo'ladi. Tug'ildi $1000, 3 kunlikdan keyin sotiladi, $1000 bo'ladi. Hozir aynan shularning turishi 1000-1200 atrofida olasizlar. Bular hali 1-2 oylik bo'lib qoldi. Bosinglar gazini fermachilar. Mahallaning eng katta hoji bo'ylaridan akam bo'ladilar. Rahmat ukajon. Yuring. Mana nimaligini aytib bering menga. Akam mana bu yerda bir kunda necha qop un chiqarasiz? Endi hozirgi kunda bir 500 kiloda, endi kilosiga ursak. 500 kilo bu un chiqaradilar bu yerda. Butun mana shu atrofdagi mahallalarni un bilan ta'minlaydigan inson mana shu akam bo'ladi. Mana oliy navli bug'doy uni ham mana shu Polvontoshdan chiqib keladi. Hammaga mana shu Furqat tumaniga va boshqa qo'shni tumanlarga shu yerda yetkazamiz. Endi xo'jayin bilan gaplashamiz. Aka, bular nima bo'ldi endi bu hozir bug'doylarni nima qildik hozir? Bularni elevatordan o'tkazdirib, yuvib, ertagalikka chiqarishga zakotovka qilib tayyor qilib qo'ydik. Ha, bu namlangan hozir. Namlangan. Namlanib turib keyin chiqariladi. Ha,
bir sutka turadi, ertaga xudo xolasa un bo'lib chiqadi. Mana shu bug'doyni oliy navli un qilib chiqaradigan shaxs mana shu inson bo'ladi Polvontoshda. Shundoqqina 27-maktabda ro'parasida joylashgan. Agar un bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, kimga do'kon kerak yoki o'sha yetkazib berish xizmatlari kerak bo'lsa, akamga murojaat qilasizlar, biz kontaktni yozib qo'yamiz. Hozir o'sha ko'rgan fermaylarni shu ozuqasi bilan ta'minlab beradigan yemxonasi ham bor, uni ham ko'rsataman sizlarga. Maktabda qarama-qarshi tomoni, aynan maktab atrofi sentr desanglar ham bo'ladi, chunki tegirmonlar akam hozir uylarini bitiryapti, bu tagini hozir fabrika ishlab chiqarish fabrikasini qilmoqchi. Bu ham bitta rivojlanishdi, soqqani qayerga urishni bilmayaptilar. Bu yoqda Idealstom klinikasi, bu yoqda mebel xonalar, u yoqda yana bir nimalar, xullas sentrlar ishlayapti shetlar, ayniqsa. Bu yoqda shu yem chiqarasiz. Ochmay qo'yadi. Bu yoqda akam yem chiqaradi, o'sha sizlar ko'rgan fermalarga, aynan shu yerlardan tovuq fermalariga, mol fermalariga mana shu yerdan yem ishlab chiqarilib, yetkazib beriladigan joy masjid bo'ladi. Kimga mana shunaqangi yem xizmatlari yoki tegirmon xizmatlari kerak bo'lsa, arzon va sifatli Polvontoshga kelib olib ketsanglar bo'ladi. Hamma pervaldan tushayotganda turli xildagi patronlarni sotib olishga harakat qiladi, lekin men birdan ham olmayman va yonimda kelayotgan Polvontoshdagilarga ham olgizmayman. Shundoqqina uyim tagida Navoiyxona bor. Mana bu yerda issiqqina nonlarni hoji akam uzib bizga tayyor qilib yetkazib beradilar va bir kunda 500 tadan 600 tagacha aynan shu yerda Navoiyxonamizda nonlar ishlab chiqariladi va butun Polvontosh ahliga yetkaziladi. Akamga yoqqa qilganmiz. Bu yoqni hozirlar bilan tanishtiraman. Keyinchalik akam bu yoqqa ko'chdi. Men esa o'sha oldiga klinika qildim bu yoqqa. Orqasi esa ko'rib turganlaringda o'zimning uchun uchastka. Malagim! Chopmadi ko'rib turganlaringdek. Bu yoqda hamma bolalar o'ynab, mana огородlarda qizg'in ishlar bo'lyapti, kartoshkalar ekilgan. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Salom. Bu yoqda malaklar qishloqqa kelib mazax o'ynayapti. Yana Polvontoshda katta bir qurilish marketi bor. Bu Polvontosh market deb ataladi. Bu yerda hamma narsa juda ham arzon, hattoki realga olib ishlatib turishingiz ham mumkin. Yuringlar ko'rsataman. Xo'p, bu tomonda plastmassa, ya'ni santexnika uchun kerakli bo'lgan barcha jihozlar bor, qurilish mollari va o'ng tomoningizda ham turli xildagi shu magazinga yoki uy xarajatlari yoki ro'zg'orbob narsalar bor. Hattoki mana bu ketmonlar ham, misol uchun Toshkentda deylik 50 ming, 100 minggacha sotiladigan bo'lsa, bu sopi bilan 45 ming so'mga beriladigan, ya'ni teng yarim narxda sotib beriladigan narsalar. Mana bu setkalar ham juda ham arzon va sifat darajasi o'ta yuqori. Hamma narsa bor. Xullas o'rtoqlar, armatura deysizlarmi yoki qanaqadir usta ishlatmoqchi bo'lsangiz, narvonlar deysizlarmi, deylik quvurlar, santexnika uchun kerak bo'ladigan sementlar ham hammasi o'sha aynan markazdan olib kelinadi va juda ham arzon narxlarda Polvontoshdan olishinglar mumkin. Biz bularni ham nomerlarini qoldiramiz. Bemalol agar qurilish qilayotgan bo'lsanglar, arzon va sifatli materiallarni aynan shu yerda Polvontosh marketidan olib ketishinglar mumkin. Nomerlar esa afishaniyada yozib qoldiramiz sizlarga. Polvontoshda yana qolgan narsalarni ko'rsatish uchun bizani kuzatishda davom eting. Hozir undan-da zo'r narsalarni ko'rsataman sizlarga. Bu Boyka. Boyka mana shu yerda boshqaruvchisi, ham texnik, ham Toshkentda yuradi, ham mana shu kelsa, mana shu qarab yuradi. Polvontosh MFdan, ya'ni Polvontosh sentriga kirganingizdan keyin o'ng tomonga qarab yurib kelsangiz, aynan qurilish mollari va yana bitta joy, asosiy joyimiz borki, bu mamlakatga huzurlarni hozir men juda ham arzon narxlarda olib ketyapman, Toshkentga olib ketyapman, Polvontosh qishlog'idan. Daniyor, buni adam hozir bizga 8 ta kerak edi. Nechtalik edi bu? 65, 55, 32 quruch. Jami 13 ta televizorda aynan mana shu Polvontoshda ochilgan, yangi ochilgan magazinni olib ketyapman. Daniyor, bu yerda to'lovlar bo'yicha qanaqa odamlar qanaqa narxlarda olsa bo'ladi? Naqd to'lov ko'rinishidami? Bo'lib to'lashning asosidami? Bo'lib to'lash asosida beramiz. Narxlar kelishilgan holatda arzon qilib beramiz, boshqa turda. O'sha narxini arzon qilib beramiz. Bozor narxini mana shu Doniyor degan yigit ukamiz Polvontoshlik masjiddagi xohlagan bitovoy texnikalarni men ko'rsataman sizlarga. Shu bo'lib berish yo'lida qilib beradi. Bu yo'lda Doniyorning shu magazinlarida mana xolodilniklarning hamma turlari bor. Bitovoy texnikalar hamma turlari bor. Pechlar deysizlarmi, kirmoshina deysizlarmi, plitalar, har xil bitovoy texnikalarning barcha jihozlari uyingizga jihozlab olsangiz bo'ladi. Men barcha narsani mana shu yerdan Toshkentga nimaga ancha arzon va men pullarimni bo'lib berishim mumkin. Shunaqa sharoitlar qishloqdagilarga yaratilgan. Sizlar ham agar shu Polvontosh atrofida bo'lsanglar, Furqat, Dang'ara yoki Qo'qon shahar yoki shunga o'xshagan territoriyalarga bemalol kelib mana shu qishloqdan olib ketsanglar bo'ladi. Arzon va bo'lib to'lash evaziga. Azar buvoning
yer maydoni to'rt tomonga ham 800 metr uzunlikda bo'lgan. Lekin hozirga kelib bu juda ham qisqarib ketdi. Hozir men bu joyni ziyoratgohini aynan shu yerni imomi bo'lgan insonlardan tarafini, qadimgi kelib chiqish ma'nolarini so'rab surishtiramiz. Bu mening otamning otasiga tegishli hudud bo'lgan. Lekin buning hududning dokumentlari hammasi joy-joyida bo'lgan, kadastrlari hamma narsasi, lekin og'ilda turgan paytda uni mol yeb qo'yish natijasida kadastrlar o'zgarib ketgan. Bular meni tog'amlar, ya'ni otamni to'ng'ich o'g'illari, otamni aytganimdek, otamning otalari mana shu hududlarni ochib, bu hududlarni ochish paytida esa juda katta bahaybat ilonlar chiqqan, ya'ni chakalakzorlar bo'lgan, o'tlarni yoqqan, boshqa qilgan, mana shu joylarni obodonlashtirishgan. Shu jarayonda shohdor ilonlar bo'lgan. Shu hududlarni obodon qilib, mana shunday joyni yaratgan va bu yerni yaralish tarixi aynan tog'a va Xizirbo deymiz, ya'ni Azarbo deymiz. Azarboni yaralish tarixi qanaqa paydo bo'lgan bu joy siz haqingizda? Endi bir avliyolarimizdan bittasi kim o'sha avliyolarimiz mana shu boya buvamizning ukalari deydi. Bu ukalardan yana bitta 3-4 talari bor. Bu yoqda Toshbozor xola degani bor, yana bir qolgan nomlarini bilmayman. Men biladigan narsam shuki, shu yerda. Bu yerda kelib o'sha avliyolardan bittasi kelib dam olib o'tirib, shu yerda qandaydir xavf tug'ilganda g'oyib bo'lib qolgan. Bir nimalarda g'oyibot ham deydi, bir nimalarda o'sha Ozarbo ham deydi. Mana shu hududlarda yo'q bo'lib qolgan narsasi, keyin shu mana shu hududlarga keladigan qandaydir xavflarda yomon niyatli keladigan insonlarni o'shalarga qandaydir bosim ko'rsatilib turadimi, shunday narsalarni nima qilib turadi? Himoya qilib turadi. Himoya qilib turadi. Mana shu hududlarda himoya qilib turadi. O'sha yomon niyatli kishilardan shu nimalarda hududlarda himoya qilib turadi. Tog'a, men eslayman, yoshligimda yuzimizga turli xildagi temiratkalar, turli xildagi yaralar chiqsa, biz kelardikda bu qanaqadir nima deydi? Nima deydi unaqani? Kelib o'sha bir dardimizga shifo so'rayerdikda, Allohning izni bilan birinchidan shu yaralarimiz yo'qolardi-da. Birinchi Allohning bir nimasi qudrati bilan, ikkinchi shu mana shu nimalarga bo'lgan hurmatimiz, avliyolarga bo'lgan hurmatimiz. Shuni hurmatidan Alloh bizni har qandaydir balo-battarlardan o'zi asraydi. Shu agar nima qiladigan nimamiz shu birinchidan. Ikkinchidan endi chin dildan bir nima qilinsa, ixlos qilinsa, hamma narsani bir nimasi bo'ladi, davosi bo'laveradi. Faqat chin dildan ixlos qilish kerak har bir narsaga. Allohga, shu o'tgan payg'ambarlarga, o'tgan avliyolariga hurmat qilinsa bo'ldi. Shu Allohning qudrati bilan bularning hurmatidan va aziz avliyolarning hurmatidan hozirgi kunda tibbiyotda ham davolanmaydigan ba'zi bir kasal deymizmi yoki shunday tibbiyot orqali davolanadigan kasalda ham oddiy bir ixlos bilan o'sha o'zimizning boshimizdan o'tgan bu narsalar davosini topganmizda, avvalo bu insonlarni, zotlarni, avliyo zotlarning hurmatidan, Alloh taoloning bir marhamatidan shunday bir osonlik bilan ko'p o'zimizda bo'lganda, misol davlatimizda rahbari, avvalo prezidentimiz mana shu yerga tekta joylarda obodonlashtirishda bir hisobi bilan, keyin mana tumanimizda bir tashabbusi bilan maytda hokim mo'nlar bor, Romjon degan yigit, o'shani tashabbuslari bilan mana shunday ozodonchilik nimalari ishlari olib borilganda bu. Lekin hudud o'zini egasida nomida hali otamni shu kichkina o'g'illari nomida turibdi hali ham. Aynan bu avloddan avlodga o'tib keladigan joy bo'lganligi uchun shu joy shunaqangi fayz va barakotli bo'lib turibdi. Inshaalloh Xudo xolasa butlarda bir chiroyli maqbara bilan yana pul ajratib, balkim hokimiyat ajratar, balkim yaxshi saxovatli insonlar bordirki, mana shularni yana bir obodonlashtirib, ko'maklashsa, biz yana xursand bo'lardik. Shu joylar o'z zavqini, shavqini berib kelmoqda. Sizlarni ham mana shu joylarga, Palvon Toshning mana shu ziyoratgohlariga kelishni taklif etaman.